Assalomu alaykum. Qaysizlar, yaxshimisizlar? Xullas, men Tigroski italyanskiy shimim haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Xullas, italyanskiy shimim haqiqatan ham italyanskiy shim. Men sizlarga shimimni obzor qilib beraman. Xullas, ko'pchilik mendan so'raydi, rostdan italyanskiy shimmi yoki o'zingizcha nom qo'yib olganmisiz? Italyanskiy masdur deb ham ko'plab aytishadi. Shimni nech pulga olgansiz? Buncha chiroyli deyishadi. Men sizlarga hozir obzor qilib beraman. Shimimni har bitta joyini ko'rsatib va italyanskiy degan yozuvlargacha ko'rsatib beraman. 1 2 3 hozir men shimimni yechib olay, ko'rsataman. Xullas, qaranglar-da. Bu shimimni olganimga hali hech qancha yil bo'lgan yo'q. Bo'lgan bo'lsa 2 yil bo'ldi xolos. 2 yildan beri kiyaman, juda ham materiali zo'r. Va qishin yozin kiysa bo'ladigan shim. Hozir men sizlarga o'zini ham ko'rsataman agar sizlarga ko'rinsa. Xullas, muhabbatida cho'ntagida, orqa cho'ntagida mana bunaqa belgilari ham bor. Mana. Ko'ryapsizmi? Xullas, shunaqa materiali hali toza, mana hech narsa bo'lmagan. Keyin mana bu yerda cho'ntaklari ham bor. Mana xuddi unqa jinsi shimlarga o'xshagan kichkina cho'ntakchalari ham bor. Nimalari? Italyanskiy tugmalari ham. Vobshem zo'r shim. Sizlarga reklama qilyapman. Tek reklama deydi-ku, o'tdi shunaqa. Xullas, mana bu yerda hozir model in Italian degan yozuv bor-da. Sizlarga ko'rinarmikin, ko'rinmaydimikin? Xullas, yerda yozgan model in Italian deb. Bu orqalarida ham belgilari bor. Xullas, men sizlarga hozir orqa kamera qilib ko'rsataman. Bu yerda chanaroq. Shimni razmeri 30, model in Italia. Ko'ryapsizlarmi? Shimim italyanskiy. Mana bu yerda belgilari ham bor o'zi. Shunaqa yozuvlari. Men sizlarga aytdim-ku, italyanskiy shim deb. Mana yozib qo'ygan model in Italian, razmeri 30. 30 shim kiyaman-da. Yangi hali. Zo'rmi? Xullas hammaga mana shunaqa italyanskiy shimlardan kiyib yurish nasib qilsin.